Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, qadrli obunachilar. Prezident maktabi o'quvchilari tomonidan tashkil qilingan AM Talks nomli podkastimizning ilk soniga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Azizbek G'anijonov bo'ladilar. Ma'lumot uchun, G'anijonov Azizbek IELTS imtihonidan 8, SAT imtihonidan 1520 va yaqinda dunyoda 53-o'rinda turuvchi KAIST va Georgetown universitetining Qatar filiallariga 100% grant asosida o'qishga qabul qilingan. Azizbek, podkastimizga xush kelibsiz. Iltimos o'zingizni tanishtirsangiz, keyin boshlaymiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Isfandiyor, mana shu ko'rsatuvga meni taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. O'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, mening ismim Azizbek G'anijonov. 2007-yil Andijon viloyatining Ulug'nor tumanida tug'ilganman. 8-sinfdan buyon Andijon shahridagi Prezident maktabida o'qib kelmoqdaman. Hamda shu yilning mart oyida KAIST hamda Georgetown University Qatar universitetlariga to'liq grant asosida qabul qilindim. Rahmat. Xo'p, Azizbek, keling, avvalambor sizni backgroundingiz, ya'ni yoshligingizda ingliz tiliga ilk qadamni qanday va qachon qo'ygansiz, shu haqida gapirib bersangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni ingliz tiliga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Э, Ingliz tiliga kirib kelishimning eng boshlanishi bu 1-sinfda bo'lgan. 1-sinfda ota-onam meni o'qishga hamda yangi bilim, yangi tilni o'rganishimga encourage qilishgan. Ya'ni meni qo'llab-quvvatlashgan. Va 20-maktabda bitta o'qituvchi bo'lardi va o'shanga meni bergan, lekin 2014-yilda o'zingiz bilganingizdek, ingliz tili ahvoli juda ham yaxshi emas edi. O'qituvchi sifati juda ham past edi. Shuning uchun men bu kursdan chiqib ketdim. Hamda onam bilan 2-sinfda hamkasbi ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan edi va shu insonga meni berdi o'qishga. Va 2-sinfdan 7-sinfgacha aynan shu ayolda o'qidim. Hamda ancha-muncha bo'lsa ham ingliz tilimni oshirdim. 7-sinfda esa, 7-sinfda HIPPO olimpiadasiga qatnashdim. Baliqchi tumanida o'tkazilgan edi. Va natijalari chiqdi bir oydan keyin. Afsuski, juda ham past o'rinda olgan edim. Shu 2-sinfdan 7-sinfgacha 5 yillik o'qish davomida ko'p narsa ololmaganimni his qildim. Va shu sababdan men Namanganda borib o'qishga qaror qildim. Ota-onam hamma buni qo'llab-quvvatlashdi. Va ota-onam bilan men Dombi degan o'quv kursini topdik hamda bu yerda o'qishni boshladim. Va ana shu yerda o'qishni boshlashim ingliz tiliga haqiqiy kirishim bo'lgan deb aytsam to'g'ri bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, demak siz 5 yil ingliz tilini bitta joyda o'qib, keyin o'zgartirgansiz. Shunday. Xo'p, endi maktab hayoti haqida gapirsak, necha marta maktab o'zgartirgansiz va Prezident maktabi haqida kimdan eshitgansiz? 4 marta o'zgartirganman. Boshlang'ich ta'limda 21-maktabda olganman. Oqoltin qishlog'ida tug'ilganman men. 4 yil shu yerda o'qidim. Keyin 5-sinfda ota-onam meni Dimida o'qitishmoqchi bo'lishdi. Va bu Dimi aynan qaysi fanlarga ixtisoslashtirilganligini bilmasdan u Dimiga topshirganman. Va 1,5 oy u yerda o'qidim. Va 1,5 oydan keyin shaxsiy sabablarga ko'ra u yerdan chiqib ketdim. Bilsam, ana shu Dimi biologiya hamda kimyo fanlariga ixtisoslashtirilgan ekan. Bu ikkita fan keyin yana hayotimda yana shu fanlar qaytib keldi. Lekin orada ozgina pauza bo'ldi. Uni keyinroq gapirib beraman. Undan keyin yana 5-sinfda 1,5 oy o'qidim Dimida. Undan keyin 21-maktabga, ya'ni boshlang'ich ta'limda olgan maktabimga qaytdim. U yerda yana 1,5 yilcha o'qidim va 6-sinfda 18-noyabrda 1-maktabga o'tib ketdim. O'tib ketishimning asosiy sababi 21-maktabda juda ham nima desam bo'ladi? O'qitish holati pastroq edi. Men esa erkinligi bor hamda o'qitish sifati balandroq bo'lgan maktabda o'qishni xohlardim va menimcha 1-maktab bu borada yaxshiroq edi. Shuning uchun o'tdim. Prezident maktabiga keladigan bo'lsak, Prezident maktabi haqida men onamdan eshitganman. Onam mana shu maktabga kirishimni qo'llab-quvvatlagan, barcha narsani qilib bergan.
Hatto o'sha dombitni kursigacha o'zi olib borgan ba'zi kunlarda. Xo'p, tushunarli. Demak, Prezident maktabiga qabul qilingansiz. Ya'ni bu yil Prezident maktabiga topshiruvchi 4-sinf va kelajakda topshiruvchilarga foydali bo'ladi deb umid qilaman. Prezident maktabiga kirish jarayonlari va unga qanday tayyorgarlik ko'rgansiz? Shular haqida ozma-oz gapirib o'tsangiz. Prezident maktabiga qabul qilinish jarayoni ikkita bosqichda bo'ladi. Birinchi bosqich matematika bosqichi bo'ladi. Bu bosqichda 480 ta bola saralab olinadi. Va ikkinchi bosqich esa ingliz tili hamda mantiqiy, tanqidiy fikrlashdan bo'ladi va 480 birinchi bosqichdan o'tgan 480 ta bola mana shu bosqichda ishtirok etishadi va shu bolalardan 24 tasi saralab olinadi. Faqatgina ikkinchi bosqich natijalariga ko'ra. Matematikadan olgan ballari bunga qo'shilmaydi. Xo'p, sizni tayyorgarlik jarayonlaringiz qanday bo'lgan? Ya'ni nimalarga muhim e'tibor qaratgansiz va kirgansiz? Sizga to'g'risini aytaman. Prezident maktabiga kirish niyatim bo'lmagan boshida. Onamni deb men ana shu maktabga topshirganman. Ya'ni onangiz sizni majburlagan. Ha, shunday bo'lgan. Xo'p, men aytganimdek Hippo olimpiadada juda ham katta mag'lubiyatga uchraganman. 5 yillik o'qishim ko'z o'ngimda Havoga uchgan. havoga uchib ketgan. Havoga uchib ketgan. Keyin Dombitga bordik. Shu Dombitda ingliz tilini o'rganishga qattiq kirishdim. Va Dombitda haqiqiy ilm o'rgatishgan. Faqat ilm uchun. Misol uchun IELTS uchun emas yoki qanaqadir ingliz tili sertifikati uchun o'qitishmagan. Ular bilim uchun o'qitishgan. Va men shu bilimni olmoqchi bo'lganman va bu narsa ingliz tiliga shunchalik qiziqishim Prezident maktabiga kirish imtihonlarining ikkinchi bosqichi ingliz tili fanidan yuqoriroq ball olishimga sababchi bo'lgan. Endi matematikaga keladigan bo'lsak, matematikadan to'g'risini aytaman sizga, tayyorgarlik ko'rmaganman. Ikkinchidan matematikani yomon ko'rganman. Matematikani yomon ko'rganman. Mana shu Prezident maktabiga kirishimdan oldin. Hozir yaxshi ko'rasiz. Hozir yaxshi ko'raman. Xo'p, yaxshi. Xo'p, mana Prezident maktabida 4 yildan beri o'qib kelmoqdasiz. Keling, Prezident maktabidagi o'qish jarayoni haqida gaplashsak. Ya'ni Prezident maktabi albatta oddiy maktablardan farq qiladi. Ya'ni u yerdagi o'qish tizimi qanday, o'quvchilar qanday o'qiydi, qanaqa aktivitelar bo'ladi, shular haqida gapirib o'tsangiz. Bizning asosiy kurikulum deb qo'yamiz. Bu kurikulum Ya'ni o'qitish tizimi. o'qitish tizimi. Bu Cambridge tomonidan beriladi hamda IGCSE, AS hamda A-level tizimlaridan iborat. IGCSEni 8 hamda 9 sinflarda o'qitiladi hamda bu fanlardan imtihon bo'ladi. AS hamda A-levellardan 10 hamda 11 sinflarda o'qiladi. Men ko'proq AS hamda A-levellari haqida ko'proq ma'lumot beraman. Shuning uchun faqat shular haqida aytib o'taman. Andijon shahridagi Prezident maktabida hozir bizda 3 ta option bor. Ya'ni 3 ta tanlov bor. Kimyo, biologiya, fizika, computer science hamda economics, ya'ni iqtisod hamda computer science. Va shulardan topsak bo'ladi. Hamda endi extracurricular activity'lar haqida aytib o'tsam, har xil to'garaklar bor. Ikkita turga bo'linadi. Fan to'garaklari hamda fandan tashqari bo'lgan to'garaklar. Fan to'garaklari o'quvchining o'zi qiziqishi bo'lgan fanlarga kirib, domlalardan, yuqori malakali domla ustozlardan bilim saboq olishadi. Fandan tashqari bo'lgan to'garaklarda esa misol uchun suzish bo'lishi mumkin, tennis yoki futbol bo'lishi mumkin. Unda o'sha fandan tashqari o'zi insonga kerak bo'ladigan mahoratlar, ya'ni skilllarni oshirib borishadi. Tushunarli. Xo'p, sizni maktabdagi eng yoqtirgan fanlaringiz, sevib o'qiydigan fanlar? To'g'risini aytsam, bu juda ham qiyin savol, chunki juda ham ko'p fanni yaxshi ko'raman. Menimcha kimyo bo'lsa kerak. Kimyo fanining nimasini yaxshi ko'raman? Kimyoda bilsangiz, siz nazariyani o'rganasiz va shu nazariyani laboratoriyada haqiqiy ko'zingiz oldida bu nazariya haqiqatga chiqadi. Haqiqiy real hayotga chiqadi. Misol uchun, ikkita suyuqlikni olasiz va shu suyuqlikdan qattiq modda chiqadi. Bu qattiq modda suvni tozalashda ishlatilishi mumkin.
insoniyat, ya'ni jamiyat uchun kerakli narsa ishlab chiqarish uchun nazariyadan foydalangan holda amaliyotga tatbiq qilasiz. Ikkinchi o'rinda esa, menimcha iqtisod fani bo'lsa kerak. Iqtisodda endi mustaqil o'qiyman. 9-sinfda lekin o'qiganman. Bu fan yoqqan. Haqiqiy hozirda bo'layotgan bozordagi o'zgarishlar va misol uchun kartoshkani narxini oshib ketishi va shu kabi trendlarni o'rganishimga sababchi bo'lgan. Undan keyin albatta biologiya. Biologiya insonni anatomiyasi tuzilishi va shu kabi organizmlarga oid bo'lgan narsalarni ko'proq yaxshi ko'raman. Aha, rahmat. Xo'p, hozir beradigan savolim juda ham ajoyib, lekin o'rnida berish menimcha joiz deb o'ylayman. Prezident maktab sizga juda ham ko'p imkoniyatlarni yaratdi deb umid qilaman. Lekin agarda ana shu 8-sinfda prezident maktabiga qabul qilinmaganingizda hozirgi hayotingizni qanday tasavvur qilardingiz? Ya'ni hozirgi holatingizda bo'larmidingiz, o'qishni davom ettirarmidingiz yoki boshqa tomonga yo'nalgan bo'larmidingiz? Bu savolingizga javobni uzoqdan olib kelaman. Nima uchun men prezident maktabiga topshirishni xohlamaganman? Chunki Dombitda shunaqangi jamiyat bor ediki, shunaqa community bir-biri uchun qayg'urardi. Ustozlar va o'quvchilar bir-biriga juda ham yaqin bo'lishgan. Bir-birini juda ham tushunishgan. Hamda o'quvchilar bir-biriga uy vazifa qilishda yordam berishgan. Biror nimani tushuna olmayotgan bo'lsa, misol uchun adjektivda tushunmayotgan bo'lsa, unga yordam berishgan. Shunaqangi mehribon communityga men attached bo'lganman-da. Bog'lanib qolgansiz. Bog'lanib qolganman. Va mana shu jamiyatdan men chiqishni xohlamaganman. Shuning uchun men prezident maktabiga topshirishni xohlamaganman. Dombitda shunaqangi jamiyat bor ediki, u juda ham mehribon inson. U bu jamiyatni tark etishni xohlamaydi. Endi men prezident maktabiga kirdim. Prezident maktabini o'ylab qarasam Dombitdan teng bo'ladi, lekin unchalik kam emas, kam joyi yo'q. Shunaqangi jamiyatga kirdim. Prezident maktabi jamiyati. Siz prezident maktabi jamiyatida shunchalik mehribon insonlar, bir-biriga yordam beradigan insonlar hamda yuqori darajadagi bilimlar, ilmlar o'rgatiladigan joy. Bu yerdagi jamiyat juda ham yaxshi. Agar men prezident maktabiga kirmaganimda, men buni umuman tasavvur qila olmayman. Prezident maktabi menga juda ham ko'p imkoniyatlar berdi. Avval kimyo, biologiya fanlariga umuman qiziqmasdim. Sizga to'g'risini aytaman. Lekin prezident maktabidagi ana shu fanlarga bo'lgan yondashuv, ya'ni ham nazariyani o'rgatish, hamda amaliyotga tatbiq qilish va shu jihatlar meni tortdi, kimyo va biologiyaning. Agar kirmaganimda, lekin menimcha o'qishni davom ettirgan bo'lardim hamda Dombitda o'qib ingliz tili kim bilsa, ingliz tili o'qituvchisi yoki elchimi bo'lib yurgan bo'lardim, menimcha. Rahmat. Xo'p, endi IELTS va SAT mavzusiga o'tsak, ya'ni hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham mashhur, ya'ni deyarli barcha o'quvchilar o'qimoqda. Xo'p, siz IELTSdan 8 va SATdan 1520, ya'niki juda ham zo'r natijaga erishgansiz. Ikkalasi haqida gapirib o'tsangiz, ya'ni ularga tayyorgarliklar, qanday qilib bunday natijalarga erishgansiz va yoshlarga maslahatingiz. IELTS bilan boshlasak. Tayyorgarlik jarayonlari qanday bo'lgan? Ingliz tiliga eng asosiy kirib kelishimni aytib berdim sizga. 7-sinf Dombitda boshlaganman hamda 8-sinfda prezident maktabiga qabul qilindik. Aynan mana shu prezident maktabiga kelgandan keyingina men IELTS nimaligini tushundim. IELTS borligini bildim. Va 9-sinfda maktabda oz-moz tayyorgarlik ko'rdim, lekin eng asosiy tayyorgarlik ko'rish 9-sinfni bitirgandan keyin boshlandi. 9-sinfda neyron degan o'quv kursi bor edi va u yerga imtihon topshirdim hamda qabul qilindim. Va uyimni bilasiz, Ulug'norda. Ulug'nor bilan Andijon o'rtasidagi masofa 70 kilometr. Bu juda ham uzoq, taxminan 1 soatdan 1,5 soatgacha vaqt ketadi. Bu men uchun choice tanlov emas edi. Ulug'nordan Andijongacha kelib keta olmasdim va shuning uchun men Andijonda qolishga qaror qildim. Aduda xususiy yotoqxonasi bor edi va shu yerdagi yotoqxonani topdik. Va u yerda 2 hafta qola oldim xolos. Qolishga chiday oldim xolos. Chunki nima desam bo'ladi? U yerdagi bolalar uxlash nimaligini bilmasdi.
Ya'ni sizni chalg'itib Ha, uxlash nimaligini bilmasdi. uxlatishmasdi. Ya'ni men uxlashga kelganda meni dissiplinim juda ham qattiq. 10 da uxlayman, 4 da yoki 5 da turardim u paytda. 10 da uxlagan yotardim, svetni o'chirardim. Lekin 2 da yoki 3 da o'z-o'zimdan turib ketardim. Bu turib ketishim sababi svet yonuqligi hamda meni 2 qavatli kravat bo'lardi. Tepamdan kelayotgan ovoz bo'lardi. Bu tepadan kelayotgan ovoz bitta qiz bilan gaplashayotgan bo'lardi. Juda ham qiziq. Bu bitta qiz bilan gaplashayotgan bo'lardi va bitta xonada 6 kishi turardik. 5 tasini qizi bor edi. Albatta mendan tashqari. Va shuning uchun 3 gacha uxlashmasdi u bolalar va shuning uchun menda uyqusizlik boshlandi. Meni effektivligim pasayib ketdi. Samaradorlik juda ham pasayib ketdi va shu sababdan men 2 haftadan keyin Ulug'nordan Andijonga qatnab o'qish yaxshiligini bildim. Ikkita sabab bo'lgan. Birinchisi aytib o'tganimdek uyqusizlikka duchor bo'lishim. Ikkinchisi esa financial tomon, ya'ni moliyaviy tomon. U yerda yeb ichishimga 25 ming ketardi har kuniga. Hamda yotoqxona 1 oylik 500 ming bo'lgan. O'ylab qarasam hisob-kitoblarimga ko'ra endi Ulug'nordan Andijonga qatnab o'qiganim men uchun ma'qulroq ekan. Keyin shunday boshladim. Undan keyin yana bir muammoga duch keldim-da, Ulug'nordan Andijonga qatnayotganimda. Yengil mashina qatnaydi xolosda Andijonga. Uni to'lish juda ham qiyin. Va shu sababdan men birinchi Ulug'nor baliqchi Damas'ga o'tirardim va baliqchidan Andijonga borardim. Juda ham qiziq. Ya'ni shunchaki ingliz tilini o'qish uchun Ulug'nordan 70 kilometr yo'l bosib Andijonga issiq, ya'ni yozning issiq kunlarida kelib ingliz tili o'qigansiz. Shunda qiyinchiliklar ko'rgansiz. Albatta, shu buni asosiy menda drive nima bo'lgan? Ya'ni ichimdagi motivatsiya. Ichimdagi motivatsiya devorimga ilib qo'ygan 8,5, IELTSdan 8,5 olaman degan bitta varaqcha bo'lgan, A4 varaqcha. Har bitta subsectionning skorlarini maqsadim yozib qo'yganman va overall 8,5 ga erishmoqchi bo'lganman va shu drive bo'lgan. Ya'ni ingliz tilini o'rganib IELTS olish. Shu motivatsiya bo'lgan va shu sababdan men Ulug'nordan Andijonga 70 kilometr masofa yurib, shu o'rganishga qaror qilganman. Xo'p. Endi SAT mavzusiga o'tsak, ya'ni IELTSdan jicha farq qiladi. IELTSga qaraganda unchalik ham ommaga chiqmadi hali, lekin chiqdi desak ham bo'ladi. Sizning IELTS emas, SAT tayyorgarlik jarayonlaringiz qanday bo'lgan? SAT haqida ma'lumot berib o'tay birinchi. SAT bu 3 xil skillni tekshiradi. Matematik mahorat, o'qib tushunish mahorati hamda writing, ya'ni grammatik hamda yozishda qanchalik grammatikaga e'tibor berasiz. Shu skilllarni tekshiradi. Va bu SAT 400 dan 1600 gacha baholanadi. Agar top universitetlarga qabul qilinmoqchi bo'lsangiz, 1520 va undan balandroq skorlarga, ya'ni ballarga aim qilishingiz kerak, maqsad qilishingiz kerak. Endi meni preparationimga keladigan bo'lsak, men SATga 10-sinfda kirib kelganman. 10-sinfda introduce qilinganman. Ya'ni IELTSdan keyin. Shunday bo'lgan. Izzatullo aka menga SAT haqida umumiy ma'lumotlarni bergan 9-sinfda va SAT nimaligi haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lganman. Lekin eng asosiy tayyorgarlik ko'rish 10-sinfda boshida boshlangan. Ya'ni sentyabr oyidan. Shu sentyabrning boshida 2-dekabr uchun registratsiya qilib qo'yganman 2023-yil. Va shunda bitta odatim bor meni. Maqsadimni har doim ko'zimga ko'rinadigan joyda yozib qo'yaman va bu safargi maqsadim 1530 bo'lgan. 1530 bo'lgan. Shu tayyorgarlik ko'rishda men asosan grammatika bilan readingga e'tibor qaratdim va matematika qolib ketdi. 2-dekabrda imtihon topshirib chiqdik. O'ylaganimdan ko'ra qiyinroq bo'ldi. Buni tan olaman. Va oxirgi natija 1450, subsectionlar esa ingliz tili, ya'ni reading and writing 730, matematika 720 chiqdi. Ya'ni matematikaga e'tibor qilmadingiz, ingliz tilingizdan past chiqdi. Bu kutilmagan bo'lgan. Bu kutilmagan bo'ldi. Matematikani English sectiondan pastroq chiqishi bu noodatiy holat bo'lgan. Biz maktabda ham, umumiy wider communityda ham. Xo'p,
SAT'ni bir marta topshirmagansiz, ya'ni 1520 natijaga erishish uchun 2-3 marta topshirgan bo'lishingiz kerak. Shunday. Eee, ikkinchi marta topshirganimda, ikkinchi marta topshirganim 10 sinfda bitirganman hamda avgust oyida, 24-avgustda topshirganman. Yoz davomida men 10-sinfda, hali dekabr oyidagi 2023-yildagi SAT tayyorgarlik ko'rgan materiallarimni qaytarib chiqqanman va undan tashqari juda ham ko'p praktik testlar ishlaganman. Va avgustda 2024-yilda olgan SAT'imda 1500 ball qayd qilganman. SAT'da bilsangiz, super score degan narsa bor. Super score ingliz tili, ya'ni reading and writing sectiondagi eng baland baho hamda matematikadagi eng baland baholarni birlashtirib bitta yagona skor qilib beradi. Ya'ni super score deb qo'yishadi buni. 1500 chiqqan hamda matematikam 790, ingliz tilim pasaygan ozgina 710 bo'lgan. Shunda dekabr 2023-yilda olgan SAT'imda reading and writing sectioni 730 bilan matematika 2024-yil avgustda olgan ballimni qo'shib 790 plus 730 qilib 1520 olganman. Ha, tushunarli. Xo'p, keyingi mavzuga o'tishdan oldin IELTS va SATga tayyorlanayotgan yoshlarga qisqa maslahat berib o'tsangiz, nimalarga e'tibor berish kerak? IELTSdan boshlayman birinchi. IELTSda menimcha mendan ko'proq tajribali o'qituvchilar juda ham ko'p. Menimcha ulardan maslahat olgan menimcha ma'qulroq. Men o'zimdan kelib chiqib tavsiyalar bera olaman. Birinchidan, listeningni oshirish uchun kinolar ko'ringlar. Kinoda har xil vaziyatdagi so'zlashuv, muloqot usullari bilan tanishasizlar. Bundan tashqari kitob o'qinglar. Bu readingda hamda writingni juda ham oshiradi. Readingda birinchidan reading comprehension, ya'ni o'qib tushunish qobiliyatlari oshadi hamda readingda turli xil writing uslublar, ya'ni yozish uslublarini ko'rasizlar va yangi so'zlar chiqadi. Va mana shu so'zlarni sizlar essay yozishda ishlatishingiz mumkin. Hamda speakingga keladigan bo'lsak, speakingni faqatgina practice qilib oshirish mumkin. Practice, practice, practice. Kim bilandir, ya'ni do'st topib, u bilan gaplashavering. Endi SATga o'tadigan bo'lsak, SATga mustaqil tayyorgarlik ko'rgan ham ma'qul. Agar kimnidir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, sizda juda ham ko'p optionlar bor. Hozir SAT o'quv kurslari juda ham ko'payib ketgan. Meni shaxsiy maslahatim Erika Meltzerni grammatika hamda reading kitoblari bor. Shularda ingliz tili uchun maslahat beraman hamda College Pandani old SAT bo'lsa ham, ya'ni hozir digital SATga o'tgan-u, undan oldingi, ya'ni paper SAT uchun matematikasi bor. Menim shularda maslahat beraman va sizlarda overall matematika qobiliyati bo'lish kerak. Ya'ni maktab darajasida bilishlar kerak matematikani. Aha, rahmat Azizbek maslahatlaringiz uchun. Endi asosiy mavzuyimizga o'tsak, ya'ni Azizbekni shu podkastimizga kelishi va shu podkastimizga chiqishiga sabab bo'lgan eng asosiy mavzu bu universitetlar mavzusi. Xo'p, nega siz chet elda o'qishni tanladingiz? Chet elga topshirishingizni orqasidagi asosiy maqsad? Buni juda ham ko'p sabablar bor. Birinchidan, o'zingiz bilganingizdek, chet elda, ya'ni aynan top universitetlarda o'qitish tizimi juda ham kuchli. Bunga tan beraman. Professorlar bilan o'quvchilar birgalikda har xil ilmiy ishlarda ishlashadi. Bundan tashqari, men o'zimda qanaqadir drive bor, ya'ni sayohat qilishga xohish bor. Va shuning uchun men boshqa davlatni ko'rmoqchi bo'ldim va shuning uchun boshqa culture'larni, ya'ni madaniyatlarni o'rganmoqchi bo'ldim va shuning uchun chet elga topshirdim. Bundan tashqari, ota-onam ham meni chet elda o'qishimni xohlashadi. Chunki o'zingiz bilganingizdek, chet elda o'qisa, chet elda o'qish oson, chet elda ishlash osonroq va chet elda ishlash ko'proq pul keltiradi hamda sizda, ya'ni job prospects deb qo'yamiz. Ish uchun opportunity, ya'ni imkoniyatlar juda ham ko'p bo'ladi. O'zingizni shaxsiy rivojlanishingiz uchun ko'proq imkoniyatlar bo'ladi. Aha, tushunarli. Xo'p,
chet el universitetlari haqida gaplashmoqdamiz. Ya'ni chet el universitetlariga qanday topshiradi? Albatta O'zbekiston universitetlaridan farq qilsa kerak. Shu haqida gapirib o'tsangiz, nimalar so'raladi, nimalar muhim rol o'ynaydi? Amerika universitetlaridan boshlayman men birinchi. Common App degan bitta sayt bor. Veb-sayt va bunda 20 tagacha Amerika universitetlariga topshira olasiz. Bunda asosiy 3 ta section bor. Ya'ni recommendation letter hamda o'zingizni personal statementingizni hamda kollejlar tomonidan so'raladigan qo'shimcha essaylarni yuklashingiz uchun, yozishingiz uchun joylar bor hamda honors hamda extracurricular activity'lar uchun joy bor. Ana shu bitta sayt Common App orqali topshirasiz va o'sha yerdan universitetlarni tanlashingiz mumkin. Endi Buyuk Britaniyaga ham men topshirganman. Buyuk Britaniyada ham alohida shu Common App'ga o'xshagan portal bor, ya'ni UCAS deyiladi. UCAC va shu portal orqali 5 tagacha Buyuk Britaniya universitetlariga topshirish mumkin. Bu narsa EUF ga topshiradiganlar uchun juda ham ma'qul. Buyuk Britaniyada EUF uchun ma'qul bo'lgan universitetlar juda ham ko'p. Hop. Men Ma'lumot uchun Azizbek UCL, ya'ni University of College London universitetiga ham qabul qilingan, faqat u yerdan berilgan grant miqdori 100% emas. Shuning uchun boshida aytib o'tish yodimdan ko'tarilib qolibdi. Endi KAIST hamda Georgetown University Qatar haqida gapirishni boshlasam, KAISTda umuman olganda Koreya universitetlarini alohida o'zlarini, har bitta universitetni o'zini alohida application portali bor, application website bor va shu orqali siz topshirsangiz bo'ladi. Georgetown University Qatarning ham alohida application portali bor. Bunga Common App orqali topshira olmaysiz. Ana shu portallarga kirib, bemalol topshirishingiz mumkin. Aha, tushunarli. Xo'p, extracurricular hamda honors section haqida gapirib o'tdingiz, Common App haqida. Tomoshabinlarga barchaga qiziq bo'lishi mumkin. Sizni KAIST va Georgetown universitetining Qatardagi filiallariga olib kirgan extracurricularlar va honorlar haqida gapirib bersangiz. Ya'ni siz nimalarni yozgansiz, nimalar qilgansiz? Extracurricular bu darsdan tashqari o'zingiz jamiyat uchun hissa qo'shadigan yoki shunchaki rohat uchun qiladigan ishlaringiz. Men jamiyat uchun qanday foyda keltirganman? 11-sinf boshlanishida College Preparation Program degan bitta programmani boshlaganmiz do'stlarimiz bilan, Andijon shahridagi Prezident maktabidagi do'stlarimiz bilan. Va bu programma nimaga bag'ishlangan? Bu 9-chi, 10-chi va ba'zi 11-sinflar uchun tashkil etilgan bo'lib, bunda 3 ta departamentga bo'lingan, ya'ni SAT, Writing Support hamda Overall Admissions Information. Men shu 10-sinfda yurganimda menga umuman admissions bo'yicha ma'lumot berilmagan. Bu juda ham qattiq ta'sir qilgan menga 11-sinfda. 11-sinfda o'zim research qilib chiqqanman hamda bunga juda ham ko'p vaqtim ketgan va bu vaqtimni essay yozish uchun sarflashim mumkin edi. Va shu sababdan men maktabimizdagi 9-chi hamda 10-sinflarda o'ylab SAT haqida umumiy ma'lumotlar hamda admissions haqida, misol uchun NIDBLIND yoki NIDAWARE, ba'zi universitetlar, Amerika universitetlari haqida ma'lumotlar yoki Amerikadan tashqari Turkiya, Vengriya, Yaponiya, Koreyadagi universitetlar haqida umumiy ma'lumot berganmiz. Endi writing supportga keladigan bo'lsak, bilsangiz universitetlarda har xil essaylar bo'ladi. Personal statement hamda universitetlarda o'zlari tomonidan talab qilinadigan supplemental essays. Va shular bo'yicha ingliz tili o'qituvchimiz Mr. Maxwell master klasslar o'tgan hamda o'zim ham Telegramda har xil ma'lumotlar, har xil manbalar tashlab turganman. Shu writing personal statement hamda supplemental essaylarni yozish uchun, skilllarni oshirish uchun. Bundan tashqari, endi rohat uchun qiladigan narsalarim bu futbol. Futbol bo'yicha house hamda sinf jamoalarida o'ynaganman va shuni extracurricular sifatida yozganman. Endi bundan tashqari community'im uchun. Community'im uchun men mahalla Public Welfare Foundation bor. Ya'ni mahalla xayriya tashkiloti va bunga olimpiadalarda yutgan pul mablag'larimni 50%ni donate qilganman. O'zim borib har xil, misol uchun kundalik yumushda kerak bo'ladigan ba'zi narsalar, oziq-ovqatlar,
tuxum, kartoshka, shunga o'xshagan insonlar tomonidan kerak bo'ladigan narsalarni olib, tarqatib chiqqanmiz. Bu volunteering, ya'ni o'zi xohlab qilgan ishim bo'lgan jamiyatim uchun. Eee, Bundan tashqari, medical emergency center, ya'ni tez tibbiy yordamda internship qilganman 1 oy va bu joyda first introduction, ya'ni birinchi tez tibbiy yordamni qanday ko'rsatish bo'yicha ma'lumotlar olganman. Menimcha mana shu 4 ta narsa meni major extracurricularim bo'lgan. Xo'p, endi honors section haqida gaplashsak. Ya'ni honors sectionga nimalar yozgansiz? Birinchi kimyodan boshlayman. Kimyo bo'yicha juda ham ko'p olimpiadalarda qatnashganman. Agentlik, ya'ni ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan o'tkaziladigan STEM olimpiadasida 9-sinfda 4-o'rin, 10-sinfda 3-o'rin hamda shu 11-sinfda 2-o'rinni olganman. Bundan tashqari, iqtisod olimpiadasida ham qatnashganman. Iqtisod olimpiadasida 9-sinfda qatnashganman. Viloyat bosqichidan 2-o'rinda o'tganman, lekin respublika bosqichida afsuski 2 ball yetmay qolgan va shu sababdan 7-o'rinni olganman. Lekin 10-sinfda viloyat bosqichidan 1-o'rinda chiqdim va omadim bor ekan va yaxshiroq o'qidim shekilli. 4-o'rinda oldim respublika bosqichida va International Economics Olympiad, ya'ni xalqaro iqtisod olimpiadasi O'zbekistonni reprezent qildim. Gonkongda bo'lib o'tdi bu olimpiada hamda shunda o'zimizni bilimimizni sinab keldik. Rahmat. Hop. Biroz oldin esselar haqida gapirib o'tdingiz. Keling, siz yozgan esselarga ham to'xtalsak. Ya'ni esselarni qanday yozgansiz? Ularga ideya kelishlari qanday bo'lgan? Nimalar haqida yozgansiz? Aytib o'tganimdek, 10-sinfda men personal statement yoki supplemental essay nimaligi haqida umuman menda fikr bo'lmagan. 11-sinfni boshlariga kelibgina shu narsalar kerakligini men tushundim. Va bunda birinchi 1 oy faqatgina personal statementni qanday yozish hamda supplemental essaylarda qanday strukturada yozish bo'yicha information, ya'ni ma'lumotlar to'pladim. Undan keyin esa idea, ya'ni fikrlar to'plashni boshladim. Har kuni fikrlar kelib qolganda men daftarimga yozib olardim. Lekin boshida fikrlar juda ham stupid bo'lgan. Misol uchun, men har doim Qurbon hayitida so'yiladigan qo'y haqida yozmoqchi bo'lganman. Qo'chqor haqida va bu qo'chqorda qanchalik mehr berib boqqanim va buni lekin meni shu o'tinishlarimga qaramasdan otam shu qo'yni, ya'ni shu qo'chqorni so'yib yuborgani va shunda yig'laganim va bundan olgan darsim, ya'ni ba'zan biz yaxshi ko'rgan insonlarni shunchaki Hayot sizdan uzoqlashtiradi. hayot sizdan uzoqlashtiradi. Ba'zan shuni tan olish kerak. Albatta. Shuni yozmoqchi bo'lganman, lekin bu narsada menimcha reflection kamroq bo'lib qolgan. Ya'ni bundagi olgan narsalarim juda ham kam bo'lgan va universitetlar bu haqida menimcha bilishni xohlamas edi. Va shunga o'xshagan fikrlarni yozib borganman va bu qaysi fikr haqida personal statement'imni yozishimni oxirgi minutgacha hal qilmaganman. Ya'ni 30-oktyabrda yozga kirishganman. Bitta fikrni olganman va shu mavzu bo'yicha personal statement yozish bo'yicha kirishganman. 2 kun vaqt qolgan deadlinegacha. Uxlamasdan do'stimdan kofeni olib, shakarni oshxonadan olib, kechqurun bilan o'tirib chiqqanman. Umuman uyqu bo'lmagan. Albatta 1 soat uyqu bo'lgan. 5 dan 6 gacha uyqu bo'lgan. Shu sababdan men kech qoldim. Bu Dartmouthga topshirganman. Early decision'da ikkita round bo'ladi. Early decision hamda regular decision. Early decision deadline 1-noyabrgacha edi. Dartmouthdan topshirdim hamda natijasi chiqqanda ya'ni defer bo'lganman. Defer degani bu keyingi regular decision'da sizdan javobingizni beradi degani. Va men qabul qilina olmaganman. Menimcha shu personal statement'imni oxirgi minutgacha qoldirganim bo'lgan bo'lsa kerak. Aha, rahmat. Xo'p. Keling, siz nechta universitetga topshirgansiz? Shu haqida gaplashsak, umumiy bo'lib. To'g'risini aytsam, men hozir nechta universitet topshirganimni men bilmayman, to'g'risi.
Amerikaga 16 ta universitetga topshirganman. Lekin qolgan universitetlarga ham topshirganman, lekin ularni sanog'ini bilmayman. Amerikaga eng baland universitetlar, ya'ni top universitetlar Yale University'ga topshirganman regular decision'da. Johns Hopkins universitetiga topshirganman. Bu ham regular decision'da hamda Dartmouthga topshirganman. Bu ham regular decision'da. Va 13 tasidan rejection kelgan. 3 tasidan waitlist kelgan. Williams College, Carnegie Mellon University in Qatar hamda Colby'dan waitlist olganman. Endi hozir admission bo'yicha ma'lumot berib o'tib ketsam, hozir regular decision, early decision degan terminlarni ishlatdim. Early decision bu birinchi raund hisoblanadi. Universitetga topshirayotganda birinchi raund va buni asosiy deadline'i 1-noyabr yoki 15-noyabr bo'lishi mumkin. Va bu birinchi bosqichda, ya'ni early decisionda faqatgina bitta universitetga topshirishingiz mumkin. Agar qabul qilinsangiz, ana shu universitetda o'qishingiz shart. Binding deb qo'yiladi bu narsa. Ikkinchi bosqich esa regular decision. Regular decisionda deadline'i 1-yanvardan to 15-yanvargacha bo'ladi. Va bu bosqichda xohlagancha, ya'ni Common-App'da imkon berganicha universitetlarga topshirsangiz bo'ladi, ya'ni 19 ta. Agar early decisionda topshirgan bo'lsangiz. Va bu bosqichda bir nechta universitetlarga qabul qilinishingiz mumkin va bulardan tanlab xohlaganingizga borishingiz mumkin. Early decisionga o'xshamagan holda bittasi universitetga commit, ya'ni shu yerda o'qishga majbur bo'lishi shart emas. Aha, tushunarli. Xo'p, endi siz kirgan universitetlar, ya'ni Kayis va Georgetown Qatar universitetlariga o'tsak, nega aynan Kayis va Georgetown universiteti? Ularni sizga bergan grantlari, ular sizga qanday imkoniyatlarni taqdim etdi? Ikkovini solishtirsangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Georgetown University in Qatardan boshlayman. Georgetown University Qatar haqida men o'tgan yili may oyida eshitganman. Shu may oyida maktabimizning Andijon shahridagi Prezident maktabi Telegram kanalida Azizbek Abdullajonov shu Georgetown University Qatar universitetiga kirganini e'lon qilishgan va shunda research qilib ko'rganman bu universitetda. Bu universitet politics, ya'ni siyosat hamda iqtisod bo'yicha top universitet bo'lgan Georgetown universitetini Qatardagi filiali ekan va bu shu top universitetda o'qigim kelardi. Sohasini farqi yo'q edi. Sohaga asosiy fokus qaratmaganman. Men top universitetiga kirsam bo'ldi degan mindset bilan yurganman va shu sababdan men Georgetown universitetiga topshirib qo'yganman. Agar men kimyo biologiyani o'qiyman, lekin iqtisodga kirsam iqtisodda o'qib ko'raman degan mindset bo'lgan avvallari, ya'ni o'tgan yili shu dekabr, yanvar oylarida. Endi KAISTga keladigan bo'lsak, KAISTga nima uchun topshirdim? KAIST bu Koreyadagi ikkinchi o'rinda turadigan universitet. Engineering, ya'ni muhandislik hamda STEM fanlari bo'yicha Koreyada menimcha top 1-o'rinda bo'lsa kerak. Bu universitetda asosan ilmiy ishlarga e'tibor qaratganligi uchun menga juda ham yoqqan hamda akademik standartlari, ya'ni akademik qiyinligi juda ham yuqori bo'lgan. Georgetown universitetidan 3-aprel kuni javob olganman va bu universitetdan 100% grant beriladi, lekin hali scholarship notice chiqqani yo'q. Lekin hamma narsa tayyor, lekin ular 100% deb qo'yishgan va menimcha 100% scholarship berishadi. 100% scholarship $350,000 atrofida bo'ladi va bu narsa living expenses, tuition fee hamda barcha narsani qoplashadi. Go'yoki sizni uyingizdan Qatargacha o'zi olib borib qo'yadi va Qatardagi barcha yeb-ichishingiz hamda universitetda o'qishingiz, hamma kiyim-kechaklar va shunga o'xshash miscellaneous costlarni hammasini cover qiladi, ya'ni to'lab beradi. Endi KAISTga keladigan bo'lsak, KAISTga berilgan 100%lik grant qanaqadir full ride bilan full tuition o'rtasida. Full ride bu hamma narsani qoplaydi. Full tuition faqat universitetni feelari, ya'ni kontraktini to'laydi. KAIST shu universitet kontraktini to'laydi. Soliq insurance, ya'ni health insurance ni qoplab beradi hamda oyiga $232 miqdorida stipendiya beradi. Siz sarflaydigan narsalar bu viza uchun hamda aviachipta uchun hamda u yerda yashashingizga kerak bo'ladigan narsalar, ya'ni yotoqxona, kiyim-kechak hamda oziq-ovqatlarga o'zingiz yoningizda to'lashingiz kerak. Bu narsalarga stipendiyadan ishlatsangiz bo'ladi hamda
Kaysda o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga juda ham qattiq financial management, financial skill'lar kerak bo'ladi. Endi men solishtiradigan bo'lsam, bu universitetlarni solishtirish juda ham qiyin. Biri economics, biri esa engineering. Men chemical and biomolecular engineering sohasi bo'yicha qabul qilinganman Kaysga. Georgetown University qatoriga esa international economics bo'yicha. Men bu universitetlarni tanlashim uchun birinchi men qaysi sohadan ketmoqchiligimni aniqlashim kerak. Men hozircha Kays tomon bo'lmoqchiman, ya'ni chemical and biomolecular engineering sohasidan ketmoqchiman. Nima uchun bu sohadan ketmoqchiman? Chunki meni maqsadlarim to'g'ri keladi. Iqtisodda 3 ta basic savollar bor-da. What to produce, how to produce it, for whom to produce. How to produce it. Misol uchun, men O'zbekistonda flocculant, ya'ni suvni tozalaydigan modda ishlab chiqarmoqchiman. What to produce aniq bo'ldi. Men flocculant, ya'ni suv tozalaydigan narsa ishlab chiqaraman. How to produce it. How to produce. Iqtisodchi bu flocculant ishlab chiqara olmaydi. Lekin chemical and biomolecular engineer, ya'ni kimyo biomolekulyar muhandis buni biladi. How to produce it. Agar men kimyo hamda biomolekulyar muhandis bo'ladigan bo'lsam, shu ikkita point bo'ladi va for whom to produce. Bu O'zbekiston ahli uchun. Ya'ni meni maqsadim O'zbekistonda suv tozalash tizimini juda mukammallashtirish hamda O'zbekistonda shu sohani rivojlantirib, flocculantni, ya'ni suv tozalaydigan moddani qo'shni mamlakatlarga hamda Afg'onistonga eksport qilish. Shu 3 ta savolga javob bo'ladi. Shu 3 ta nuqta to'ladi qachonki men kimyo hamda biomolekulyar muhandis bo'ladigan bo'lsam. Xo'p. Demak, sizni priorityingiz, ya'ni birinchi sohangiz kimyo muhandisligi bo'lib qolmoqda. Shunday. Undan keyin iqtisod. Bu yerda ikkita narsa bor. Ya'ni financial, moliyaviy tomondan Georgetown Qatar universiteti baland turibdi. Sohangiz bo'yicha Kays universiteti baland turibdi. Shunday. Shuning uchun ham bu ozgina dilemma, shuning uchun to'liq qaror qabul qilganim yo'q. Ha, tushunarli. Xo'p, endi shu universitetlarga qabul qilinishingiz, ya'ni umuman shu holatga kelishingizda ustozlaringizning o'rni, kimlarning sizga yordami muhim bo'lgan? Sizga aytib o'taman, bu shunday turishimga asosiy sabab atrofimdagi insonlar, jamiyatim. Ya'ni ota-onam, undan keyin 21 har bitta o'qigan maktabimdagi o'qituvchilar, ustozlar, har bitta sinfdosh meni xarakterimni shakllantirishga yordam bergan. Meni mindsetim, ya'ni qanday o'ylashimni shakllantirishga yordam bergan insonlar. Ota-onam meni shu Andijon viloyatidagi eng kuchli maktablardan bittasi bo'lgan Andijon shahridagi Prezident maktabiga kirishga qo'llab-quvvatlagan, hamma sharoitlarni yaratib bergan. Hozirgacha ham sharoitlarni yaratib bermoqda. Endi o'qituvchilarga keladigan bo'lsak, o'qituvchilar o'zini neyron sellarini ayamasdan, neyron hujayralarini ayamasdan bizga shuncha bilim o'rgatib kelishyapti. Va bizni har doim qo'llab-quvvatlaydi. Misol keltiraman sizga. Ulug'bek Artiqov menga iqtisod olimpiadasida qatnashishga imkon berdi. 10-sinfda men kimyo biologiyani tanlagandim, lekin iqtisod sohasida meni olimpiadaga chiqishimga taklif qildi. Va men xo'p dedim va bu imkoniyatni deb men O'zbekistonda, Gonkongda xalqaro iqtisod olimpiadasida reprezent qildim. Undan keyin kimyo domlam bor meni. Kimyo domlam Azamjon domla domla menga kimyo bo'yicha ko'p ma'lumotlar berdi. Soat 4 dan to 6 gacha menga 9-sinfda kimyo bo'yicha har xil masalalar ishlash, organik kimyo nima, inorganik kimyo nima, shu mavzular bo'yicha, shu narsalar bo'yicha menga ma'lumot berdi va shu domlamdan olgan ma'lumotlarim bilan men olimpiadalarda, honors sectionga yoziladigan olimpiadalarda qatnashdim va shu universitetlarga kirishimga juda ham katta yordam berdi. Bundan tashqari Zulfira ustoz bor. Zulfira ustozim biologiya fani o'qituvchisi va shu o'qituvchi biologiya hamda kimyo sohasini tanlashimga ozmuncha yordam bergan. Qaraq, akademik, ya'ni o'qish tomonidan sal uzoqlashib, social narsalar haqida gaplashsak. O'qishdan tashqari qiziqishlaringiz haqida gapirib bersangiz, ya'ni hobbilaringiz. Har doim ham o'qimasangiz kerak, 24 ga 7. O'qishdan tashqari nimalar bilan shug'ullanasiz?
Asosan 3 ta hobbim bor. A, Ulardan biri a, futbol o'ynash. Sinfdoshlarimiz bilan odatda imtihonlar hozir A-level imtihonlari kelyapti. A-level imtihonlaridan oldin har haftasiga bir marta o'ynardik futbol. Futbol qanaqadir men passion bo'lgan, ya'ni jismoniy harakat qilishimga yordam beradi. A, Aqliy faoliyat bilan jismoniy faoliyat o'rtasida proporsionallik bor. Shuning uchun men jismoniy harakatga ham e'tibor qarataman. Bundan tashqari kitob o'qishga juda ham qiziqaman. Har xil asosan adventure kitoblarni o'qiyman. Misol uchun yoshligimda Garri Potter hamda Uzuklar hukmdori kabi kitoblarni o'qiganman va uchinchisi kimyoda laboratoriyada har xil eksperimentlar qilish. Ha, rahmat. Kitob o'qish haqida aytib o'tdingiz. Demak, sizni eng yoqtirib o'qigan 3 ta kitobingiz, top 3 ta kitob. Kitob o'qish bo'yicha meni karyeram 2020-yilda boshlangan bo'lishi kerak. O'qigan kitoblarimni har bittasini belgilab boraman. Javoncham bor hamda stikerlar yopishtirib yuraman va o'sha stikerlarda eng boshida Garri Potter seriyasi turadi. Ya'ni Garri Potter romanlari. Shu 7 ta kitobni ketma-ketlik bilan 2020-yil eng oxirgi kitobda Garri Potter va Ajal tuhfalarini 31-dekabrda tugatganman. Ya'ni Yangi yildan bir kun oldin shuni o'zimga maqsad qilib olgandim. Menimcha mana shu kitob meni o'ylashimni, ya'ni horizon deb qo'yamiz. Ya'ni shu meni o'ylash faoliyatimni hamda tasavvur qila olish qobiliyatlarimni juda ham kengaytirgan. Chunki bu kitobda har xil maxluqotlar va har xil aql bovar qilmaydigan narsalar bo'ladi va bularni tasavvur qilishingiz kerak. Va bu narsa thinking outside of box. O'sha qutidan tashqarida o'ylashimga sababchi bo'lgan va menimcha mantiqiy hamda tanqidiy fikrlash qismi bor. Prezident maktabiga kirish imtihonining va o'shanda qobiliyatlarim, ya'ni kitob o'qib, shu qobiliyatlarni shakllantirishim meni prezident maktabiga kirishimga yordam bergan. Endi ikkinchi kitob, meni maslahat beradigan ikkinchi kitobim bu Animal Farm. Animal Farm bu har xil siyosat haqida bo'ladi, siyosiy o'yinlar va bu haqida hozir gapirish menimcha nomaqbul. Endi 3-kitobga kiradigan bo'lsak, Napoleon's 17 Buttons, ya'ni Napoleonning 17 tugmasi. 1812-yilda Napoleon Rossiyada mag'lubiyatga uchragan. Bilasiz, mag'lubiyatga uchragandan keyin Fransiyaga qaytish kerak. Shu Fransiyaga qaytayotganda qish bo'lgan. Qishda juda ham sovuq bo'ladi bilsangiz, hamda Napoleon armiyasining tugmalari qalay degan moddadan yasalgan. Qalay moddasi shu minus haroratlarda, juda ham sovuq haroratlarda parchalanib ketadi. Va shu sababdan armiyadagi soldatlarning paltosini tugmalari ishdan chiqqan, ya'ni parchalanib ketgan. Va shu sababdan qo'llari bilan shu paltoni yopib yurishgan hamda shu qo'llari qurol ko'targan bo'lishi mumkin edi. Shu sababdan ularda qurol bo'lmagan, qo'llari bilan paltoni yopib yurishgan va dushman qo'qqisdan hujum qilganda ular tezkor javob berisha olmagan. Va shu sababdan o'sha bitta qalayli tugma shu Napoleon armiyasini shunchalik kuchli Yevropani titratgan armiyani yo'q qilib yuborgan degan argument beradi bu kitob. Va bu kitobda 17 ta tarixni o'zgartirgan molekula, ya'ni moddalar aytib o'tilgan. Ya'ni kimyoning siyosatda hamda tarixdagi o'rni. Juda ham qiziq kitob. Albatta o'qib ko'raman o'zim ham. Xo'p, sizni kuchli hislatlaringiz qanday? Ya'ni charchagan vaqtingiz sizni o'qishga undaydigan, ya'ni mag'lubiyatga uchragan paytingiz sizni yana qaytadan urinib ko'rishga ichingizda motivatsiya beradigan kuchli hislatlaringiz, ya'ni shunday holatingizga kelishga yordam bergan. Hippo olimpiadasida men mag'lubiyatga uchraganman. Bunda menimcha menga motivatsiya bergan inson va inson bu onam bo'lgan. Onam mana shu Namanganda o'qishimni juda ham qo'llab-quvvatlagan. Bundan tashqari oddiy hayotda ham qiyinchiliklar hamda past va balandliklar bo'ladi va bunda meni turishga oliy maqsadim majbur etadi. Oliy maqsadim mana shu O'zbekistonni rivojlantirish hamda ilm olib,
atrofimdagi, ya'ni jamiyatimga shu ilmni tarqatish motivatsiyasi meni har doim o'rnimda turgizadi va har doim maqsadimga erishish uchun shu failure'lardan qo'rqmayman va failure yaxshilikka olib borishiga men ishonch bo'ladi. Ishonaman. Chunki bu narsa boshimdan o'tgan. Hippo olimpiadasida mag'lub bo'lganman. Bu narsa nimaga olib keldi? Bu narsa meni hozirgi inson bo'lib yetishishimga yordam berdi. Ingliz tilini o'rgandim, Prezident maktabiga kirdim. Hozir ingliz tilidagi kimyo, biologiya kitoblarini o'qib, shunday universitetlarga qabul qilindim. Rahmat. Xo'p, endi mana universitetga kirdingiz. Dunyoda topda turadigan Case va Georgetown qator universitetlarga kirdingiz. Albatta, qaysinisini tanlashingizdan qat'iy nazar, u yerda 4 yil o'qiysiz. Ana shu 4 yil o'qigandan keyingi maqsadlaringiz haqida gapirib o'tsangiz. Nimalar qilmoqchisiz universitetni bitirib? Sizga to'g'risini aytaman, hali to'liq maqsad qo'yganim yo'q, lekin nima qilishim bo'yicha ozgina ma'lumot bor menda. Xayolimda o'ylab qo'yganman. Menimcha magistratura bosqichini ham davom ettiraman va magistraturani o'qiyotganda shu chet elda o'zim ishlayman, ya'ni tajriba orttiraman, hamda chet elda bakalavr darajasini tugatgandan keyin 5-6 yil ishlaganimdan keyin hamda magistraturani tugatgandan keyin O'zbekistonga albatta men qaytib kelaman va qaytib kelib sizga aytib o'tdim, meni asosiy maqsadim O'zbekistonda kimyo sanoatini rivojlantirish, Falkland, ya'ni suvni tozalaydigan moddalarni rivojlantirish hamda uni ustida ishlash. O'zbekistonda shu moddalarni ishlab chiqarib, qo'shni davlatlarga eksport qilmoqchiman va shu orqali O'zbekistonda kimyo sanoatini rivojlantirmoqchiman. Qarasangiz, Germaniya, Yaponiya va shu kabi davlatlar, rivojlangan davlatlarni ko'rsangiz, kimyo sanoati juda ham rivojlangan, top darajada. Men kimyo sanoatini rivojlantirish orqali O'zbekistonni rivojlanishga hissa qo'shmoqchiman. Xo'p. Va so'ngida o'zingizni tengdoshlaringiz va o'zingizdan kichkinalarga umumiy akademik bo'ladimi, hayotiy darslar bo'ladimi, shular asosida maslahat berib o'tsangiz, albatta foydali bo'ladi degan umiddamiz. Universitetlar bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchi, universitet asosan 3 ta narsaga qaraydi. 3 ta narsa. Bu 3 ta narsa, ya'ni 40% akademik, 30% bu sizni yozgan essaylaringiz, personal statement, supplemental essaylar hamda 30% recommendation letterlar, o'qituvchilar tomonidan yozib berilgan. Akademik tomonga fokus qaratadigan bo'lsak, akademik universitetlar akademik tomondan sizni kuchliligingizni bilmoqchi bo'ladi. Buning uchun siz A-level, AP yoki IB kabi sertifikatlar olishga harakat qilishingiz kerak. O'zingizni sohangiz bo'yicha. Va bundan tashqari, o'zingiz qiziqqan soha bo'yicha research paper yozishingiz kerak. Research paper nimani ko'rsatib beradi? Sizni birorta topikni tanlab, bu topikka qiziqish bildirib va shu soha bo'yicha o'zingiz research paper, ya'ni biror nima ma'lumot yoza olishingizni va shuni research qilib, qanday qilib research qilish va shu kabi narsalarni mustaqil bajara olishingizni ko'radi. Universitet nima? Bu joy ilmiy ishlar bajariladigan joy va research paperni ko'rishni olishadi. Bundan tashqari GPA degan narsa bor. Bu 8-chi, 9-chi, 10-chi hamda 11-chi sinfda olgan baholaringiz va bu baholar near perfect qilishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni 5 bahoga yaqin bo'lish kerak. Va shunda sizni shu top universitetlarga kirish ehtimolingiz juda ham oshadi. Endi keyingi narsaga e'tibor qaratsak, personal statement, supplemental essays. Juda ham o'zimdan kelib chiqargan bitta maslahat bermoqchiman. Essaylarni, supplemental essaylarni hech qachon oxirgi minutga qoldirmanglar. Mana men shunday qildim va bu narsa yaxshi strategiya emasligini tushunib yetdim. Hozirda juda ham ko'p o'quv kurslari, ya'ni shu top universitetlarga kirish uchun yordam beradigan kurslar bor va ularni olishingizni tavsiya qilaman va undan tashqari o'zingiz ham ishlashingiz kerak. Har xil essaylar yozinglar. Har kuni reflection yozinglar. Har kuni birorta ko'zga ko'rinarli, sizga biror nima bera olgan experience'larni shunda yozib qo'ying. Ya'ni yozda bullet points sifatida yozib qo'ying va undan nima olganingizni yozib qo'ying va kelajakda, ya'ni universitetga topshirayotganingizda bu narsalar juda ham kerak bo'ladi. Va shu personal statement, supplemental essaylarga e'tibor qaratinglar. Undan tashqari recommendation letter. Recommendation letter bu o'qituvchilaringizdan olinadi.
public school'larda lekin ingliz tilini bilishmaydi. Misol uchun matematika o'qituvchisi odatda ko'pi ingliz tilini bilmaydi va shu sababdan o'zlari yozishga majbur bo'ladi. Bu narsa majburlikda qilsangiz bo'ladi. Yaxshi, lekin o'qituvchiga o'xshatib yozishingiz kerak. Endi ingliz tilini biladigan o'qituvchilar tomonidan yoziladigan recommendation letterga keladigan bo'lsak, recommendation letterni so'rayotganda bu o'qituvchilar bilan siz gaplashing. O'tirib, qaysi universitetlarga topshirayotganingizni aytib o'ting va o'zingizning sohangiz qandayligini ayting hamda bu o'qituvchi sizga qanday ta'sir qilganini haqida yozing. O'zi brag-sheet bo'ladi. Ya'ni brag-sheetda siz o'zingizning achievementlaringiz hamda o'zingizni xarakteringiz haqida yozasiz. Bu narsa o'qituvchiga juda ham katta yordam beradi. Bundan tashqari men alohida bitta section qo'shishga harakat qilganman brag-sheetga. Ana shu o'qituvchi menga qanday ta'sir qilgan, menga qanday yordam bera olgan. Shu narsani qo'shsangiz menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Endi keyingi narsa, ya'ni IELTS hamda SAT. IELTS hamda SAT bo'yicha ma'lumotlar hamda tavsiyalarni berib o'tdim va shularga amal qilsanglar hamda o'quv kurslari, ya'ni boshqa odamlardan yordam olsanglar yaxshi bo'ladi. IELTSga 8 bo'lsin. Kamida 8 uchun harakat qilinglar. Chunki Koreya universitetlarida agar 8 yoki undan baland oladigan bo'lsangiz, ko'plab scholarshiplar berish mumkin. Undan tashqari SAT Amerika universitetiga topshirayotganlar uchun juda ham katta maslahat. 1520 yoki undan baland bo'lsin. SAT hozir qayta qo'llaniladigan bo'ldi. Koronavirus paytida bu narsa bekor qilingani, ya'ni test optional narsaga o'tilgan, lekin hozir test mandatory narsaga qaytilyapti. Ya'ni SAT talab qilinadi. SATni shuning uchun 1520 yoki undan balandroqga aim qilinglar. Bundan tashqari personal hayotda har doim ilmga faqat ilm uchun harakat qilinglar. Ilm hamda ilm. Pulni orqasidan hozir juda ham ko'pchilik quvarigan bo'lib qolgan. Lekin agar sizlar ilm o'rganadigan bo'lsanglar, pul sizlarning orqanglardan qulab yuradi. Bilaman, bu klishe eshitilishi mumkin, lekin bu ba'zan klishe narsalar so'ngida to'g'ri bo'lib chiqadi. So'ngida to'g'ri bo'ladi va hayot uchun eng zo'r optimal strategiya bo'ladi. Shu faqatgina ilm uchun o'qinglar. Ilm hamda ilm. Orqalardan pul qulab yuradi. Three Idiots bor. Shu kinoni juda ham yaxshi ko'raman va shunda shu narsa exemplify qilingan, ya'ni ko'rsatib berilgan. Men sizga ko'rishni maslahat beraman. Hind kinosi ingliz tilida subtitrda ko'rsanglar bo'ladi. Azizbek, rahmat podkastimizga chaqirganimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun. Albatta siz bergan maslahatlar barcha tomoshabinlarga, barcha o'quvchilarga foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Do'stlar, shu bilan bugungi podkastimiz Azizbek bilan bo'lgan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta umid qilamizki, sizlarga nimadir bera oladigan podkast bo'ldi deb. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yishni unutmanglar. AM Talks podkasti har doim sizlar uchun eng zo'rlarini taqdim etishga tayyor.